Ey, bermaysanmi o'sha kunga olgan pulingni? Ertaga qaytaraman deb olgansan. Lavzing bormi seni o'zi? Oshna to'g'ri tushun, menda ham sharoit hozircha yaxshi emas. Erkak kishimisan? Qani lavz degan narsa? Sharoit qilishim bilanoq beraman. Ey, menga ham zaril. Tezroq topgin pulni. Joyiga qo'ygin ertadan qolmasdan. Ha, Farruh qaydasan? Nima edi? Batman aka, hadeb telefon qilaverasizmi? Yigitlar, nima ahvol bu? Qarang, ko'chani ifloslantirish yaxshimi shu? Tozalab qo'yinglar, birov joyini unaqa iflos qilmang. Voy. Mashinamni qaysi tarafga urib ketibdi? Sardor qaragin, olganingga ham 3 oy bo'ldi. Odam jay unchalik bo'lmaslik kerak, insof bilan bo'lish kerak ozgina. 3 oydan beri bermay qochib yuribsan. Bu safar qilib ber. Bo'ldi, o'rta uzog'i bir haftada qilib beraman pulingni. Joyiga qo'yaman bir haftada. Xullas, Xurshid ham joylarni borib ko'rib keldim. Menga ma'qul keldi. Agar sana menga yo'qdi desang, borib shu joyga pul to'laymiz. Ha, bo'ldi, borib ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom, o'g'lim. Ona, nimaga telefon qilaverasiz? Har kuni shu ahvol. Boya ham telefon qildingiz. Men sizga yosh bola emasman-ku. Ishlar bilan yuribman. Nima bu ahvol? Men sizga necha marta aytganman, bunaqa kiyimni ko'rmaydi. Boring keting, boshqa ko'zimga ko'rinmang. Biling, tez qochish kerak bundan, onasini yemsin. Nega hammadan zarb olyapman deb o'ylardim. Nega hech kim meni tushunmayapti deb ranjidim. Ammo bugun tushunib yetdimki, bu hayotning oddiy javobi. Chunki men avval boshqalarni og'ritganman, baqirganman, mensimaganman. Endi esa hammasi o'zimga birma-bir qaytyapti. Bu hayotni shunchaki bir tasodifi emas. Bu farzdir.